Bugun sizlar bilan o'g'ri kasalligida gormonlarning qanday aloqasi bor? O'g'ri kasalligining asosini bu genetika tashkil qiladi. Agar avlodda biron kishida o'g'ri kasallik bo'lsa, moyillik bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamda ham o'g'ri chiqish ehtimoli bo'ladi. Birinchisi bu gormonal o'zgarishlar. Ikkinchisi bu noto'g'ri ovqatlanish. Uchinchisi bu stress. Yuzga noto'g'ri parvarish qilish, noto'g'ri kremlar surtish. O'g'ri kasalligining ko'payishiga androgen gormonlari ta'sir qiladi, jinsiy gormonlar ta'sir qiladi. Agar bir oy, 2 oy ichida o'g'ri chiqib yo'qoladigan bo'lsa, bu normal holat hisoblanadi. Assalomu alaykum hormatli azizlar. Bugun sizlar bilan o'g'ri kasalligida gormonlarning qanday aloqasi bor, gormonlar o'zgarishi rol o'ynaydimi yoki yo'qmi va buni qanday davolash mumkin? Bugun sizlar bilan mana shu haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Xo'p, agar tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Oddiy tilda tushuntirib beradigan bo'lsam, dehqonchasiga o'g'ri kasalligining asosini bu genetika tashkil qiladi. Ya'ni uyni oladigan bo'lsak, uyni fundamenti bu genetika hisoblangan narsa. Agar avlodda biron kishida o'g'ri kasallik bo'lsa, moyillik bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamda ham o'g'ri chiqish ehtimoli bo'ladi. Endi o'sha uyning devorlari bo'ladi. Devorlari o'sha kasallikni tashkil qiladigan narsa hisoblanadi. Birinchisi bu gormonal o'zgarishlar, ikkinchisi bu noto'g'ri ovqatlanish, uchinchisi bu stress, keyingisi bu tashqi omillar, ya'ni yuzga noto'g'ri parvarish qilish, noto'g'ri kremlar surtish va hokazolar kiradi. Mana shularning ichida o'g'ri kasalligini eng ko'p ko'paytiradigan narsa bu gormonlar hisoblanadi, ya'ni gormonal o'zgarish. Gormonlar o'zi organizmda biologik faol moddalar hisoblanadi, ya'ni ular bizni organizmni to'liq boshqarishga yordam beradi. Ya'ni bizni organizm dirijor hisoblanadi. O'g'ri kasalligining ko'payishiga androgen gormonlari ta'sir qiladi, jinsiy gormonlar ta'sir qiladi. Hammamiz ham terimiz tagida yog' bezlari bor. O'sha yog' bezlarining atrofida retseptorlar bor. O'sha retseptorlarga androgen gormonlari kelib yopishadi, ya'ni ta'sirchan bo'lib qoladi. O'shani hisobiga agar bizlarda jinsiy gormonlar oshadigan bo'lsa yoki qisman ko'tariladigan bo'lsa, ular yog' bezlari kelib signal beradi va yog' bezlari ko'p yog' ishlab chiqarishni boshlaydi. Mana shuning hisobiga o'g'ri kelib chiqadi. Balog'at yoshida ko'pchilik o'g'il bolalar va qizlarda androgen gormonlari ko'tarilishi boshlaydi. Bu esa yog' ishlab chiqarishni, faoliyatni oshishiga yordam beradi va natijada bemorlarimizda o'g'ri kelib chiqadi. Agar bir oy, 2 oy ichida o'g'ri chiqib yo'qoladigan bo'lsa, bu normal holat hisoblanadi. Agar undan keyin ko'p cho'ziladigan bo'lsa va muntazam chiqadigan bo'lsa, bunaqa vaqtda siz dermatologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Va ba'zi bir holatlar bo'ladiki, sindrom polikisloidniki bu kuchli gormonal o'zgarish hisoblanadi. Bu yerda demak bemorlarimizda faqat ayollarda bo'ladi. Ularda demak yuzni pastki qismida ko'plab o'g'rilar chiqadi. Ikkinchisi bu hayz siklida o'zgarishlar bo'ladi. Keskin vazn ortishi bo'ladi. Hamda terida ortiqcha tuklar paydo bo'lishi boshlaydi. Agar mana shu holat bemorlarda kuzatilayotgan bo'lsa, bu yerda qo'shimcha dermatolog hamda endokrinolog bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. O'sha kasallik bormi yo'qmi to'liq diagnostika qilish kerak bo'ladi va o'sha bo'yicha lecheniya qilish kerak bo'ladi. Ba'zida o'g'il bolalarımizda ko'pchilik trenirovka qiladigan yoki zalga chiqadigan bolalarda ular turli xil kimyoviy qo'shimcha dorilar ichishadi va bularning ba'zilari testosteron gormoni oshishiga yordam beradi, androgen gormoni, bu esa yog' bezlarining oshishiga sababchi bo'ladi va ularda o'g'ri chiqadi. Unaqa vaziyatda ko'pincha o'g'rilar yelka sohilida, ya'ni orqada ko'proq chiqishni boshlaydi. Agar sizda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, darhol o'sha ichilayotgan qo'shimcha protein, vitaminlaringizni kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, gormonlar o'g'ri kasalligini asosiy keltirib chiqaruvchi faktor hisoblanmaydi, qo'shimcha faktor hisoblanadi. Asosimizda demak nasliy moyillik turadi. Gormonal o'zgarish esa bu yerda o'g'ri kasallik yanada kuchayishiga, yanada ko'payishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni trigger hisoblanadi. Masalan, yonayotgan olov bo'ladigan bo'lsa, agar o'shanga siz benzin sepadigan bo'lsangiz, u yanada kuchliroq yonish boshlaydi. Gormonal o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, ham shunaqa holat bo'ladi. Agar sizning ham yuzingizda ancha vaqtdan beri o'g'ri kasallik bo'ladigan bo'lsa, siz bu kasallikdan qutulish uchun har xil kremlarni, mazlarni ko'plab doktorlarga, shifokorlarga borib natija olmayotgan bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Bu kasallikni davolasa bo'ladi, faqat bu yerda to'g'ri podxod, ya'ni to'g'ri lecheniya qilish kerak bo'ladi. Mana Telegram kanalim yoki Instagram profilim bor. O'sha joyga men natijalarni qo'yib boraman. To'liq natijalarni ko'rishingiz mumkin. Dop va postli holatlarni tuzalgan bemorlarni. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, meni qabulimga kelishingiz mumkin. Men Samarqandda ishlayman yoki bo'lmasam Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin quyidagi Telegram profilga. Yuzingizga rasmni yuborasiz, men ko'raman va shunga qarab biz maslahatlashamiz va qanaqa lecheniya qilish tartibini keyinchalik ko'rib chiqamiz. Har bitta bemor bilan biz individual yondashamiz, ya'ni bitta umumiy hammaga to'g'ri keladigan lecheniya yo'q, hammaga individual etap-etap biz lecheniya qilamiz. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videolarni ko'rishguncha xayr.